Assalomu alaykum. Men Kamoliddin G'ulomjonov Avitsena Plus Medservis klinikasida vrach nervpatolog bo'lib faoliyat olib boraman. Biz klinikamizda bosh miya, orqa miya kasalliklari, shu jumladan epilepsiya, disirkulyator ensefalopatiya, bosh miya insultlari, orqa miya churralari, disk churralari kabi turli kasalliklarni tashxislash va davolash bilan shug'ullanamiz. Klinikamizda turli EEG, NMG, TMS apparatlari orqali zamonaviy tashxislash va davolash usullaridan foydalanamiz. Shu bilan birga reabilitatsiya muolajalari ham olib boriladi. Bu muolajalarda turli nevrologik kasalliklar va travmatologik kasalliklarning asoratlarini turli fizioterapevtik usullar va reabilitologik usullar bilan davolash usullarini o'tkazamiz. Hozirgi kunda klinikamizga bolalar va kattalardagi turli asab kasalliklari, bolalar serebral falajliklari, shu jumladan insultlar, turli nervlar shikastlanish kasalliklari, jarohatdan keyin, qandli diabetdan keyingi kasalliklar, nervlarning zararlanishlari bilan murojaat qilib kelishadi. Bu kasalliklarni biz turli apparatlarimiz yordamida TMS, NMG apparatlari hamda reabilitatsion muolajalar yordamida davolash bilan shug'ullanamiz. Klinikamiz yakshanbadan tashqari har kuni soat 8 dan 17 gacha o'z faoliyatini olib boradi. Har qanday nevrologik kasalliklar yoki shikoyatlar bilan bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Albatta sog'ligingiz haqida birgalikda g'amxo'rlik qilamiz.